Elektr energiyasi deganimizda dunyo bo'yicha ikkita kuchli olim aqlimizga keladi. Ulardan bittasi Nikola Tesla, ikkinchisi esa Thomas Edison. Lekin bularda farqi nimada deb savol berishingiz mumkin. Nikola Tesla kuchli bilimni o'rtaga qo'ygan, lekin Thomas Edison muhandisroq odam. Ikkalasi ham insoniyatga qanday kashfiyot qilsam foydam tegadi va millioner bo'laman degan odamlar. Lekin Thomas Edison bo'lishiga sababchi aslida Nikola Tesla. Bu qanday bo'lgan? Nikola Tesla Serbiyada tug'ilgan va Serbiyada tahsil olgan. Amerikaga hijrat qilgan. Nikola Tesla'ni eng kuchli kashfiyotlaridan bittasi elektr energiyasini simsiz yuborishni kashfiyot qilayotgandi. Lekin Amerikaning CIA tashkiloti tarafidan Nyu-Yorkdagi bir mehmonxonada o'ldirilganligi olimlar tarafidan kuchli iddio qilinadi. Lekin tasavvur qiling, shu kashfiyot o'rtaga chiqib ketganda nima bo'lardi? Thomas Edison esa Nikola Tesla'ning g'oyasini olib, yana ham takomillashtirib, millioner bo'lgan odam. Lekin tamal bilim Nikola Teslaga tegishli. Lekin hozirgi kunda olim insonlarga Nikola Tesla bo'lishni xohlaysam yoki bo'lmasam Thomas Edison desangiz, olim insonlar Nikola Tesla'ni tanlaydi. Chunki sababi yaqinda men Serbiyaga bordim. Belgradga uchoq qo'ndi. Havo limonini nomi nima ekan? Nikola Tesla havo limoni. Serbiyaning poytaxtida Nikola Tesla havo limoni. Lekin hozir Amerikaga boradigan bo'lsangiz, Thomas Edison degan bir havo limon yo'q.